Assalomu alaykum do'stlar, jigarlar. Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan bugun yana Muzaffar Lutfullayev sizlar uchun yana bir dam olish kunimizni zo'r bir pagodada chotki video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Biz poddesh qilib turinglar. Sizlarning poddeshinglar bizga energiya beradi va yangi obzor, yangi kontentlarni qilishga kuch-quvvat beradi. Xo'p, bizni kuzatgan chet davlatdagi akalar, sizlarga salom. Hammalarni Alloh panohida asrasin. Doim yozib turibsizlar. Sizlar so'ragan modellarni imkon qadar topib ketma-ketlikda obzor qilib beramiz. O'zimizda ham O'zbekistonda kuzatib turgan fermerlar bor, umuman qishloq xo'jaligiga qiziquvchilar bor. Akalar, tomosha qilinglar. Videolar haqiqatdan ham sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Videoni podpiska bosib ko'ringlar, iltimos, like bosinglar. Sizlarning poddeshkalar bilan maksimum darajada tepaga qarab ko'tarilsa, yangiliklar shunga qarab bo'ladi. Xo'p, bugun Zoomlion va Massive Fergusonni sizlar bilan eng zo'r holatda obzor qilishga harakat qilamiz. Kamchiliklarni kommentariyaga yozinglar. Keyingi videolarda bularni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Do'stlar, birinchi Zoomlion traktorlaridan so'raymiz, chunki buni ko'p modellarini bizdan so'ragan akalar bor. O'shalar uchun ketma-ketlikda ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu yoqda 904, 1104 va ko'pchilik so'ragan 1604 Pro modeli mana qator bo'lib saqlanib turibdi. 1304 ham bor. Xullas do'stlar, 1604, 1304 hammasidan bor. Orqada mini traktorlargacha bugun shularni sizlarga ketma-ketlikda obzor qilib beramiz. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, videomiz prosmotri juda ham ko'p bo'lsa, sizga ham, bizga ham, bu texnikalarni qidirganlarga ham manfaatli bo'ladi. Garlar. Ha, 1604 O'zbekistonda sborka bu. Как раз mana shu sborka so'ralgan. Bunda o'zgarish transmissiyada bo'libdi. Bu yoqda yozilibdi, transmissiya sistema, gidrolik sistema, tormozon sistema, standartniy mnoгофункциональный масса yutuq. Bu sistemalarda demak o'zgarish bo'libdi. O'zbekistonda yana ham takomillashtirilibdi, chunki bu sistemani eng kerakli sistema. Buni o'zi tushunasizlar o'zingizlar. Xo'p, buni hozir ichini ham ko'rsataman, bitta naveskasini ham ko'rsatib beray. Og'irligi 6,5 tonna. Tasavvur qilyapsizlarmi? 6,5 tonna og'irlik. Gruza podъемность 4 tonna 400 berilgan. Ya'ni og'irlik ko'tarishi 4 tonna 400 texnikani. Kaseta doimgidek. Bismillah. Xo'p, saloniga kelamiz. O'zini qo'shimcha zip yashigi, ichida ключ bir nimalar bo'ladi, o'zingizlar ochib olasizlar. Xo'p. Texnikaning salonida konditsioner, magnitofon bor. Va bizga kerakli bo'ladigan narsa korobkamizni ko'ramiz. Korobkamiz totally sinxron. Naveskalarniki sidinalar ham idealniy. Bitta yengil mashinadan ko'ra komforti ko'proq. Elektronli tablo. Yana nimasi? Xullas shu lyuklari bor ekan, ixcham bejirim. Texnika idealniy hol, yashiklarimiz. Akalar, bu 624 million 500 shunaqa narx. Buni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlar bor. Tasavvur qilinglar, poliyada ketyapsizlar. Mazza qilib, orqada pluglarni osib. Muzikalarni qo'yib olasizlar, konditsionerlarni yozib yoqib olasizlar, qishda pechkasini. Endi mazza. Prosta tasavvur qilish kerak bo'ldi. 904 modelimiz endi keyingisiga sizlarga ko'rsatib o'ramiz. Bu Xitoy sborka hammasi. O'zbekistonda faqat 1604 O'zbekistonda qilingan. Bu ham injektor. Bu ikkita etap sistema. Bunda turbo kompressor bormi yo'qmi? Yo'q-a bu. Bunda menimcha turbo kompressor yo'q, hozir ko'ramiz. Yo'q, bunda turbo kompressor bor bunda. Mana turbo kompressor. Bunda ham turbo bor. Qo'y, yaxshi. Rasxodlarga keladigan bo'lsak, bu menimcha 6 litr rasxod ko'rdim buni. 16 litr 1604nikini 10 litr 12 litr rasxod nagruzkaga qarab qo'shiladi. Endi bu yoqda 2004imiz bor ekan. Shiroki ballonlar. Ko'rib turganingizdek. Haqiqiy haydovga shundan solib ishlatar ekan variant ekan. Oldida toshlari kamida 1 tonna atrofida toshi bor. 40 kilodan bo'lsa ham 1 2 3 4 5 18 19 ta 20 ta bo'lganda ham shu 1 tonna toshi bor. Xo'p.
Skidkada akalar 25-yil oxirigacha 2% skidka bosaveradigan joyi. Vozdukho tepasini ko'ryapsizlarmi? Bu ham o'ziga nima deydi? Bu havoni birinchi kiritayotganda o'sha joyi o'zida ham filtr bor. Xullas, texnika idealniy, ballonlari shiroki 540 65 R28 boyagi 230 talik bilan bir xil. 640 ga 65 R30 mi shunaqa razmerda. Xo'p, bularni endi birin-ketin sizlarga ko'rsatib berdim. Hammasini endi общий qilib bitta narxini aytib bu joyda akalar pluglarimiz ham ketdi. Lemkin plugi Xitoy varianti deyishdi. Ashiqchiq birga bir hamma narsasi tushadi, sifati ham xuddi shunaqa. Xo'p, mana birkalarini ko'rsatib berib o'tib ketaman. Texnika og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi yozilmabdi. Og'irligini so'rab sizlarga aytib beramiz. Yo'q, og'irligi 2 tonna 15 kilogramm, mana 2015 kilogramm og'irligi. Xo'p, akalar, qadrdonlar, bizda 504 kabina varianti bor. 172 million. Xo'p. Bez kabina varianti 172 million, kabina varianti 210 million, 704 modellari 290 million, 804 324 million. Xo'p, 904imizga keladigan bo'lsak, hozir bizdagi varianti 397 million ekan. Tashi 400 million atrofda. Xo'p, 2004 1304larni ham ko'ramiz hozir. 1304 621 million 600 ekan. Ikkita variant ekan, 530 millionlik ham bor ekan uni. Yo'q, uzr, 1304 530 million, 1604 624 million ekan. Xo'p, 1804 boya aytib bu boshida ko'rsatgan traktorim 785 million, 2004 812 million. Ikki xil modeli bor ekan. Hozir so'raymiz. Aka, 2004 ikki xil modeli bor ekan-a bu yoqda. 2004 ikki xil ekan. 1 million 1 milliard 200 Qo'l avtomat bo'lib chiqqani bor. qo'l avtomat. Ha, bu oddiy model. Bu demak 812 million amal qiladi. 2304imiz 2 milliard 280 million. Xo'p, jigarlar, ko'rdinglar, ko'rsatib o'tdim qo'ldan kelgancha. Video juda ham bir uzun video bo'ldi. Imkon qadar qisqartirib kerakli joylarni olishga harakat qilamiz va sizlarga hozir plugimiz narxini aytib o'tib ketsam, hozir bizda 5 korpusli plugimiz bor. 230 milliondan mana shu Lemken variant plugimiz. Bosoradigan joyi sizlarni kutamiz. Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr. Jigarlar, yana bitta videomiz bugungi Massey Fergusonga bag'ishlaymiz. Ko'pchilik ko'rmagan modellari. Bu texnikalar haqida ozgincha nima deydi, tortishuvlar, ozgincha bir bahs bo'lib qoldi. Shu bo'yicha men shu bahsga yechim berish uchun bazaga keldim. Texnikalarni ko'rsatib berib o'tib ketaman. Hozir bizda 350 ot kuchligi, 132 ot kuchligi, xo'p bu 165 ot kuchligi, 240 ot kuchligi nalichi bor. Hozir bularni sekin-sekin obzorni qilib beraman. Yo'qsa bir podeshga qorasa degan umiddaman. Endi o'tgan safar Massey Fergusonni Fransiya emas, Amerikada chiqadi, Amerikani brendi deyilgandi, to'g'ri. Lekin bu biz sizga ko'rsatayotganimiz Fransiyada zborka bo'lgani uchun menda ozgina tushuntirishda xato ketgan. Lekin uzr so'rayman va sizlarga aniq ayta olaman, bu modellar zborkasi eng original zborkada. Xo'p, 350 ot kuchli Massey Ferguson texnikamiz shiroki ballonni, shunaqa shirokiki 61 R34 661 R34. Hop. Bunisi razmeri 775 R42 ish shinalari bor-ku, eng ideal shinalari, ishoninglar. Belarus traktorlarida bel shina bo'lsa, bu Yevropaning traktorlarida eng zo'r shinalar mana shu Trailberg shinalari.
bosvoradigan joyi. Bu haqiqiy original sborka. Texnika prosta mahluq. 350 ot kuchi. Endi sizlarga boshdan bir narsani aytib berib o'tib ketsam, rozi bo'lasizlarmi? Xo'p, 350 ot kuchli ushbu texnikamiz hozirgi kunda xohlagan 350 ot kuchi bilan solishtirasizlar. Narxida ham, sifatida ham hozirgi kunda 2 milliard 690 million. Boshidan men sizlarga narxini aytib o'tib ketdim. Endi gruz toshlarni qaranglar. Bitta yaxlit tosh 1,5 tonna mana. Buni hali o'ziga ishongan dastonniy traktor chakalarimiz bor yoki bir klasterlar, dastonniy fermerlar bo'lsa, pullilar bo'lsa, men javob bera olaman. Bu traktorning buzilishi sizlarning esingizdan ham chiqib qoladi. Chunki bu shunaqa texnikaki, buncha-bunchaga buzilavermaydi. Любой salarkani qo'yaverasizlar. Mahalliy любой salarka bilan ishlaydi. Jigarlar hozir buni kapoti ham kalitda ochilar ekan. Hozir akamizga aytdim, iltimos qildim. Ungacha men bitta buni saloniga kirib chiqish xohlayman. Ketdingmi? Haqiqiy lyuks kачествоni ko'rganim, bismillah. Voy. Buni avtomat, pol avtomat deb o'tirilmaydi. Bitta qilib aytganda robot buni korobkasi. Voh. Mana haqiqiy san'at asari. Shuni olib bosib odam mazza qiladi. Bu qaranglar, samolyotda yo'q knopkalar bor menimcha. Bu albatta hazil. Havlolarimizni ko'ringlar. Robot mana. Nima deysizlar jigarlar? Bitta olib bosib yuborish kerakmi? Sizlar opigana. Hoji kelib opi. Haveskan bitta ko'rsatib berib o'tib ketay. Voy bu bitta uy ko'tarib yuboradigan naveska va akkuratniy sborkaligini qaranglar. Silindrlarimiz ikkita, tashqi silindr, usulenning juda tartibli gidrovitlari. Nomlarning baquvvatligini qaranglar, richaklarni. Ko'rasizlar, mana shu texnikani sizlarga atab turibmiz. Prosta o'zim ham ko'rib mazza qilyapman. Xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, narxini aytdim. Lizingni 7 yilgacha qilib beramiz buni ham. Tayyorlar, bosinglar. O'zim masalalarni shu texnikani o'zim chiqarib beraman, kutib olib. Pastda nomerimni qoldiraman, chiqaringlar bemalol aloqaga. Xo'p, keyingisi. Xo'p, bu 350 ta nagruzkada, yana qo'shimcha ma'lumot berib o'tib ketdi. 390 tagacha ot kuchini beradi. Mana shuni ham esingizda tutinglar. Buni transmissiya eng usulenniy varianti transmissiyalardan. 132 ot kuchi bu ham nagruzkada 140 gacha bemalol beradi. Qaranglar, oldida o'zining toshlari bilan balon razmerlari ham juda standart. Haqiqiy biz bor. Xo'p, necha ekan? 380 ga 85 R28. Orqa balonni ko'ramiz. 18 turga R38 orqa balon. Hop, naryo tomondan ochamiz. Prosta mahluq bu ham injektor, turbo kompressorlari bor. Nima deydi? Interkullergacha bor bunda. To'g'risi akalar. O'zim texnikani ko'rib maza qilganim uchun gapim ham esimdan chiqib qolyapti. Salonni kuzatgani keldik. Qani bitta ko'raylik-chi, bismillah. Voy, 130 talikda ham robotga korobka. Qoyili. Qani sizlar qiziqqanlar akalar. Hozir buni narxi bor, vash ishkalatda. Bu komfortga, bunaqa holatiga narx ishkalat. Qo'rqmasdan bosib yuborasizlar. Bu ham robot korobka. Traktoristlar ham davri keldi. Meni traktorist deb qiz bermaganlar deb qo'shiq aytaverasizlar. Xo'p, buni narxi hozir men sizlarga price listdan qarab beraman. 795 million ekan. Tasavvur qilyapsizlar? Bunaqa komfortda, bunaqa kачествоda masala, lekin hozir Massey Ferguson original sborkasini olib kelish. Bunaqa narxda qiynov. Og'irligi 5 tonna 800. 5 tonna 800 og'irligi. Oho. Da. Nu da deydi-yu. Xuddi shu yo'qda ham obzorni qilib berdim. 165 talik modelimiz. Buni oldini qaranglar.
boshqacha faralar. Hop. Filtrlargacha bitta ko'rsatib berib o'tib ketay, qaranglar. Qanaqa etapti? 3 ta 1, 2, 3. Даже salarka holatini ko'rib tursanglar ham bo'ladi. Bu ham Robert salon. Buni saloni bu ham sal bahaybatroq ekan. Undan ham ko'ra. Hop. Bismillah. Navigatsiyalarni qaranglar. Bu tashqarini o'zidan ham navigatsiya kontrol qilsa bo'lar ekan. Sizlar bilan parallelni ko'rib mazza qilyapman. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Xo'p, bu keyingi modelimiz 200. Bu necha ekan bu? Bu menimcha 216 kuchliginiki. Menimcha yo'q, 240 taligimiz ekan. 240 talik 620 ga 70 balon R42, 480 ga 70 R30. Haybat ham shizo. 240 talik degani bu endi jigar o'qala. Xo'p, buni 1 milliard 860 million qilib beriladi. O'zi rostini aytaymi, buni narxi 2 milliard 130 da turgan ekan. Buni 1 milliard 830 million, 860 million qilib beramiz. Kelinglar, bitta narsaga kelishamiz. Shu texnikani olmoqchi bo'lsangiz chiqinglar, men hammasini normal skidga qildirib beraman. Xohlang lizing, xohlang narx chiroyli skidga qildirib beraman. Yangi yil oldi mazza qilib olinglar. Bu texnikalarni men o'zim xohlab qilaman, hech kimdan pul olib reklama qilmayman. Men o'zim xohlab sotib beraman, chunki dasturli texnika, aytgan gapini qiladigan texnika bo'lgani uchun sizga yetkazyapman. Kutaman, kamchiliklar uchun uzr, juda ham katta video davomiylik bo'lib ketdi. Yana qaysidir model so'rasanglar, alohida qilib sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab turinglar jigarlar. Sog' bo'linglar.